Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Kamina Kamtar Muzaffar hamda turmush o'rtog'im Lida. Bugun sizlar bilan oddiy do'kon emas, chaqchuq do'konlar bo'ladi-yu, mayda-chuda snack pnek deyiladi. Oxirgi paytlarda, oxirgi yillarda Xitoyda aynan shunaqangi do'konlar juda ham ko'p ochildi. Yilligi ochilyapti, mahallalarga juda ko'p ochilib ketdi. Qanaqadir qiziq narsasi bo'lsa kerak-da, to'g'rimi? Bugun shuni obzor qilib ko'rsatamiz. Qani ketdik. Mana do'stlar, kirib kelishinglar bilan shunaqangi bir kartinkalari bor. Shularimizni olib bemalol narsalarimizni tanlashda davom etamiz do'stlar. Bu do'konimiz produktoviy do'kon emas. Ko'rsanglar bo'ladi, har xil mayda-chuda pechenyelar, bulchkalar va hokazo narsalar juda ham ko'p. Shirinliklar. Bu do'konimiz sog'liq uchun juda bir foydali do'kon emas. Nega deganda, hamma narsa upakovkada. Sovet paytidagi odamlar aytgandek, bularning hammasi ximikat bo'lam deydi-ku. Xuddi shunga o'xshagan narsalar do'stlar. Bu do'konimiz ajoyib bir antiqa narsalar bilan mashhur. Shulardan ancha-munchasini olib sizlarga bugun obzor qilib yeb ko'rsatamiz. Bu tomonimiz kofelarimiz bor. Do'stlar qaranglar. Mana bu har xil choylar. 2 yuan deyarlik. 3600. Do'stlar qaranglar. Kakao suvi. Nescafe. Bunaqangi Teams degan kofelar. Kanadaniki. Kanadaniki. Mana bu Koreyani nimalari adashmasam, Idol. BTSmi, shunga o'xshagan. Lichi mevalarni quritilganlari. O'zimizda xuddi o'rik nimalarimiz bor-ku, turshak deymiz, turshak. Xuddi shunga o'xshagan narsalar. Do'stlar, narsalarimizni olishni boshladik. Birinchi bo'lib ko'zim tushgan joy bu chipslar. Xitoyda chipslar o'zimizga o'xshagan bo'ladi va o'zimizga o'xshamagan bo'ladi do'stlar. Bodringli chips ko'rganmisizlar hech zamonda? Buni olib ko'ramiz. Bunisi nimasi? Mana bunaqa pachkaligini olib ko'ramiz do'stlar. Bodringli chips. Xitoylar juda ham yaxshi ko'rib yeydi bu narsani. Bilmadim nimaga. Biz unchalik Mani kollektivlarim aytganda, bodringli chips og'izda fresh qilar ekan bunaqa. Освежающий nimasi bo'lar ekan bodringli chips do'stlar. Bodringli chips ham mayli deydi-ku. Limeli bor. Limeli chipsga nima deysizlar? Yo'q, bu taro bu. Taro, lime, xullas g'alati narsalardan ta'm chiqadi, o'shandan. Lace bor. O'zimizda lace limeligi. Juda ham zo'r. Davom etamiz. Mana bu O'zbekistonga borganimizda-chi, hammasi piyoz bilan anaqa smetana nimadir. bizda shashlikli, piyozli, shunaqa edi faqat. Klassik. O'zimizga привычный narsalardan. Mana bu narsa do'stlar, bu nima edi? O't, dengiz o'timi shunaqa edi, adashmasam. Xitoylar juda yaxshi ko'rib yeydi. Ko'ramiz deb. Karlinkaga tashab qo'yaylik. Bugun test bo'ladi do'stlar. Uyga borgandan keyin har bittasini ochib, yeb, mazasini sizlarga aytamiz. G'alati narsalardan yana. Bunaqangi tayoqchalar bor. Bu chips emas-ku, to'g'rimi? Bu chips emas, bu Piyozli bir narsa, bu piyozli. Mana bunaqangi achchiq, hozir O'zbekistonda ham juda bir moda bo'lib ketdi, adashmasam. Juda ko'p Latiao deydi. Latiao. Ya'ni achchiq tayoqchalar. Achchiq tayoqchalar tayyorlanishi xamirdan tayyorlanadi, adashmasam. Olib ko'ramiz kichkinasidan. Tomonda bor kichkina. Mayda, bo'ldi do'stlar. Mana ko'ringlar, bu joylarda katta upakovkalar, yana bunaqangi kichkina upakovkalar bor, olib ko'rsatamiz sizlarga. Bo'ldi. Bu yoqdan oladigan narsamiz deyarli yo'q. Quritilgan bunaqangi oyoqlar, tovuqniki do'stlar. O'rdakniki, unaqa go'shtlari, boshlari, mana bu adashmasam krab quritilgan. Tovuq butun anaqa oyog'i. Bularning srok godnosti hammasi yarim yil, 1 yil. Qaranglar, tovuq lyashkisi. Sroki juda ko'p bo'ladi. Bu degani odam uchun zararli do'stlar. O'zbekistonda savarmi shunaqa degan bir quritilgan go'shtni eshitdim. Mana bu o'rdagiga bo'yni bor-ku, o'rdagi g'ozli. G'ozli bo'yni do'stlar, qaranglar. Katta, uzun. Olib ko'ramiz bundan. Nimalar olding? Qarayman, bor ekan. Kukuruzmi bu? Nima? Corn. Butter shofkur. Yumshog'i boshqacha. Jo'xorida, hakka jo'xori. Bakka jo'xorini yumshog'i deyapti. Popcorn yog'li. Chokolad bor ekan, endi butter bilan dengiz tuzi bor ekan.
Chokoli. Aha, yaxshi. Men g'ozli bo'yinni oldim. Ha? Bir bo'yin yeb ko'ramiz-da. O'tgan videolarimizda ham aytgandek, xitoyliklar do'stlar, uvol degan narsani yomon ko'radi. Bular hech narsani uvol qilmaslikka harakat qiladi. Iloji boricha yeyish mumkin bo'lgan hamma narsani yeyishga harakat qilishadi. Mana mashhur nima? O'zi sovuq suv qo'yasizlar, o'zi qaynatib pishirib beradigan lapshami, ramyonmi, nima deydi? Bunaqa narsalardan kam yeymiz. Konfet olib kelib O'zbekistonga. O, konfetchalar. Bilasizmi nima kam? Nima konfet? emas bu. Bu mol go'shtli qanaqadir og'izga chaynab Quritilgan go'sht. Ha, bo'ldi. Do'stlar, quritilgan go'shtlar ko'p. Zo'r, tayyor ovqatlar eng zararli ovqatlardan deydi-ku. Qo'ziqorin, go'sht, guruch. Shundoq suvga pishirib yeyish mumkin. Bu yoqlarimizda do'stlar, hamma sevib iste'mol qiladigan xitoyliklarning kichkina lag'monchalari. Razmerlari juda har xil. Hamma narsa bilan bunaqangi sho'rvachalar million xil varianti bor. O'zingizlar bilasizlar, Xitoy lag'monni vatani hisoblanadi. O'shaning uchun bu ma'noda ularga yetadigani yo'q. Bu mayda shunda bu yoq tomonga o'taylik qani? Do'stlar, sizlarga biznes g'oyali kerakmidi mana? O'rik emas, bu nima edi? Slivka. Slivkini donalab quritib, donalab quritib paketchalarga solib sotishadi. Ko'rasizlarmi? Hamma varianti bor. Bunaqangi variant. Ichiga solingan. Mana. Ichlariga narsa solib aralashtirilgan variantlari. Bunaqangi nima? Bu ham slivkiga. Kattaroq faqat. Mana bunimiz anaqa jiydamikan, nimamikan? Yo'q, lichi. Quritilgan. Bitta olib ko'ramiz. Bitta karlinga yetishib qo'yaylik. Bunimiz nima ekan? Bu свежийsi, qara. По-моему. Anaqa. Docha adashmasam bu. Aytdim o'sha kun sizga docha. Yo'q, docha ham emas bu. Bu bilmayman nima meva-yu, bitta yeb ko'ramiz. Olmami, dochami? Yo'q, Ko'ksulton deyiladi, anaqa. Ko'ksulton. Taxir achchiq narsa bo'lsa bo'ldi. Mayli. Yeb ko'ramiz. Bitta yetadi. Ha, mayli, bitta yetadi. Ancha ko'p narsa olmaylik, uvol bo'ladi. Do'stlar, bizda asosan kolbasa mahsulotlari sovuq joyda nima qilinadi, saqlanadi. Xitoyliklarda shunaqangi go'sht to'g'ri, go'sht yo'q. Buni ichida go'sht yo'q, anaqa отходlardan tayyorlanadi. Скорее всего, bizda bir paytlar mushugimiz bo'lardi, o'sha mushuk shunaqangi ovqatlar bilan boqardik. Keyin kasal bo'lib qoldi. O'lmadi-yu, zotib berib yubordik. O'lmadi, uni berib yubordik. Qaranglar, sasiskalarini. Qizliq. Endi bularni ham ta'mi juda xilma-xil, g'alati bo'ladi. Biz bunaqa narsa yeyishimizga ta'mi to'g'ri kelmaydi og'zimizga. Bizga yoqmaydi. Mana bu do'stlar legendarniy narsalardan biri. 1000 yillik tuxum deb nomlanadi. Mana shu tuxumni ko'ryapsizlarmi? Haqiqiy tuxum. Buni nima qanaqadir aynitib, sasitib, choy bilan qaynatib qo'yib qo'yishadi. Soyaviy, xullas bir juda ko'p anaqasi bor buni. Aytishlaricha umrni uzoq qiladi va quvvatni oshiradi degan gaplar yuradi buni orqasidan. Buni yeyish shunaqangi bir sassiq bo'ladi. Men ko'chada tayyorlanganini bir hidlab ko'rgandim. Shunaqangi sassiq bo'ladi. Mana bu paketdagisini uyga borib yeb ko'ramiz. Yeb ko'rmaymiz, ochib ko'ramizda, men yemasak kerak. Hidi sassiq bo'lganda olaylik. Ozgina mana buni qarang, o'tkirga o'xshaydi. Kim aytdi buni hidi sassiq? Bilib bo'lmaydi paketda-ku. Choyligini olaylik, xatiyam. Bor to'g'rigi bor. Tez ochib tez yopamiz. Tez yopamiz. To'g'may, mana shundan olamiz bunda. Nima bo'lsa bo'ldi endi. Do'stlar, bu videomiz ancha uzunroq bo'ladigan kutilmalarimiz bor. Menimcha ko'proq bo'ladi. Endi bemalol choy poyi damlab olib, tomosha qilib o'tiribsizlar-da, to'g'rimi? Baribir qiladigan ishlar yo'q-ku.
Xullas, keyingi narsalarimizdan biri nima ekan bu? Tofumi?这个是豆腐吗？豆干。 Doga. Doga degan narsa ekan, biz bilmaymiz u narsani nimaligini. Mayli, olib ko'ramiz bitta mayli. Mana men bilmaydi. Adashmasam mana bu narsani biladiganlar bo'lsa kerak oramizda. Bu qanaqangidir sholg'omga o'xshagan narsa yoki bir kartoshkaga o'xshagan narsa, shunaqa teshik bo'ladi. Maydalab buni ham maynovka qilib qo'yishibdi. Upakovkalarda. Hamma narsa upakovka. Bir necha bir 5-6 ming xil narsa bo'lsa kerak mana shu do'konning o'zida. G'alati bunaqangi narsalar qaranglar. Nima bo'lishi mumkin? Ko'zga issiqroq ko'ringanidan olamiz biz. Dotu dedimi, nima dedi? Olmacha. Qaranglar. Bitta olmani bir 10 ga bo'lganda har bittasini bittadan paketga chiqqan. Olmacha. Ko'rdinglarmi do'stlar? Uvol qilish degan narsa yo'q. Endi katta fermalar bo'lsa, olmasini chirib sasib ketmasligi uchun. Achchiq tayoqchalar do'stlar. Bunaqa kichkina paketchalarda olib qo'yamiz. Mangolarimiz bor. Mangolar shunaqa paketchalarda ko'rsanglar. Zo'r. Mangoni endi ko'pchilik bilsa kerak. O'zimizda qovunlarni quritib shunaqa paketlarga tiqishadi-ku bularda. Qovunni ham tiqishadi, mangoni ham tiqishadi shunaqa paketlarga. Narx-navo jihatdan bu do'konimiz ancha arzon do'kon. Boshqa hamma do'konlarni ko'rganmiz, narxlar bo'lachalik arzon emas. Hamma narsaga. Bundan oldik. Chesnokli. Chesnok ustidagi o'tini marinovka qilib nima qilib qo'yishganmi deyman. Chesnokli nimadir bu? Olib ko'ramiz bitta mayli, hech bo'lmaganda. Naryoqda hali oladigan narsalarimiz ko'p. Do'stlar, menga bitta-ikkita odamlar xabarlashib, Telegramdan yozishdi. Biznes qilsa bo'ladimi, qanaqangidir biznes qilaylik birgalikda dedim. Biz unaqa ishlar bilan shug'ullanmaymiz. Ideya sifatida kerak bo'lsa mana jo'xori paketda upakovka qilingan. Boya ham ko'rdinglar qancha narsalar upakovka qilinganligini. Jo'xorilar tayyor pishirilgan jo'xorimi? Do'stlar, nima ekan bu? Mango bilan orqo'rlari aralashtirilganligi. Ananasli quritilganligi mana qaranglar paketlarda. Menimcha zo'r-ku bu. Bu sabzavotli chips. Qaranglar, chips. Sabzavotli. Ko'rinish. Qiziq. Mana bu durian degan meva, juda zo'r mevalardan. Buni ham quritib qo'yishibdi. Mevali chips. Вроде бы. Chipsli deydi. Bananli. Bananni maydalab, parri qilib chips qilib qo'yishibdi. Bu asal bilan olmami? Qattiq. Mayiz. O'zimizning mayizga o'xshagan. Mayizlarimizdan. Bo'lar ekanda, biznes qilaman degan odamga qo'yurar ekanda buni. Mana shu pul topish maqsadida qilaver. Bananni ham chips qo'yaver. Farqi yo'q. Mayizdan ham shu ovqat qo'yaver deydi. Qizil mayizlardan. Do'stlar, ko'zim tushayotgan mana shu narsa misol. Shirinlik bu ham qanaqangidir? Rulon qilib qo'yishibdi, jeledan adashmasam rulon qilib qo'yishgan bunaqa. To'dash qo'shadi. Sanada yeb ko'rgandik. Bu nima edi o'zi? Olmadan, har xil Ha. cherishni. Adashmasam jem tayyorlab, jemni unda tekislab qo'yishgan qarang. Hamma meva-chevalari aralashtirgan. Shundan paydo bo'lgan suyuqligiga tekislab, bo'lib paket sovurishgan. Qaysi tomon? Bambuk nari tomonda. Bambuklar borda, bu go'sht mahsulotlari. Do'stlar, bu tomonimizda go'sht mahsulotlari. Nomi nima edi buni? Krab. Miya ham ketib qolgan. Krab do'stlar.
Mana kira xilma-xil xohlagan narsangiz bor. Mana bu nima ekan? Bu ham go'sht, quritilgani qanaqangidir go'sht. Kiyikki go'shti bor, molliki, otniki, qo'yiki, echkiniki, o'rdak, tovuq, quyon, g'o'rozni, dakan g'o'rozi, hammasidan bor. Tabiiyki, uni hamma joyi bor. Oyoqlari ham, oyog'ini olamizmi? Tovuq oyog'ini do'stlar ko'rinishlari. Ko'radingizmi? 10 yil turgan bo'lsa kerak yo'q ko'rinishdan. Qorrayib ketgan bechora. O'ziga yarasha sousda nima qilingan-ku? Qaynatilgan. Mana biz ham oqidan olib ko'ramiz. Tovug'i, voy. Buni anaqa tirnoqlari bor ekan. Tirnoqsizini olaylik aytayapti. Hammasi tirnoq bor. Hammasida bor, do'stlar. Tirnog'ini ko'ryapsizlarmi? Manikyur qilsa bo'ladi bemalol. Qani? Mana. Yalmog'izni qo'liga o'xshaydi. Yalmog'iz kampirlar bo'ladi-ku. Mana bundan ham ikkita olib ko'raylik, mayli. Katta zdaroviy dakannikimi deyman, qarang. Zdaroviy такой. Dakan g'o'rozniki bu. O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiyadan bizda tovuq oyog'ini kam iste'mol qilingani uchun Xitoyga eksport qilinadi. Mana shu oyoqlar o'zimizdan bo'lsa ham hayron qolmaymiz. Katta ehtimol bilan o'zimizga tegishli. O'zbekistondan, Qozog'istondan, Qirg'izlardan kirib keladi, menimcha. Negaki bizlar tomonlarda oyoq kam yeyiladi. Do'stlar, jile tomonga keldik. Qaranglar. Jile, xilma-xil, har xilidan bor. Mana men degan vkusimga to'g'ri kelmaydi desanglar ham, mana shuni o'zingiz vkusingizni bemalol topsangiz bo'ladi. Yo'q ekan ichi. Ichi yo'q ekanmi, do'stlar? Mana qaranglar. Ichida pishmagan o'rikka do'cha deymiz-ku, xuddi o'shani tashab qo'yishgan. Jile bilan aralashtirilgan holda. Jileni usti yo'q. Jeleni usti yo'q. Bizga yoqmaydi. Yaxshi narsa emas ekan. Xuddi shunga o'xshagan qanaqa endi mevani tiqib qo'yishgan. Lichimidi bu? Ustiga qarang. Ko'ryapsizlar. Yo'q, qanaqadir meva, boshqa meva. Birinchi meva. Mevalari ham juda ko'p-da. Biz O'rta Osiyoda endi dasht hududda yashaganimiz uchun bizda meva-chevalar unaqa ko'p emas. Tropik davlatlarda bilasizlar, meva-chevalarning son-sanog'i yo'q, juda ham ko'p. Do'stlar, o'zimizda bodom upakovkada chaqchuq deb nomlaganimiz, chaqchuq emas, magazinning nomi-yu. Biz chaqchuq deb nomlaganimiz sababi ham shu. Ko'ryapsizlar, mayiz, yer yong'og'i aralashtirilgan paketda. Mana bunaqa yer yong'oqlar, bodomlar, oddiy yong'oqlar, bunaqangi olmaxonning yong'og'i, adashmasam, qimmat turadigan narsalar ham ancha-muncha. Do'stlar, moshmi bu? Mosh emas bu. Nima bu? Anaqa o'zimizda bor-ku. Nima bu? Garoq. Garoq, ha? Zelyonniy garoqmi bu? Garoq. Zelyonniy garoq quritilgan paketda do'stlar. Semchkani o'rniga chaqib yursangiz bo'ladi. Buni olib yotmaymiz. Do'stlar, qovoq, bilmadim. O'zbekistonda ham bor. Tarvuz kerak bo'lsa, qovun, donaklari bor-ku, ular ham bor. Uval aytaman-ku, uval degan narsa yo'q. Любой narsani tiqishaveradi. Semchkalarimiz, oqi, qorasi, yer yong'oq bunaqangi ko'ryapsizlar. Hammasidan bor. Mana bodom urug'lari, bodom urug'i deb mana. Qovunni, qovoq urug'lari, hammasi. Semchkaning har xil turi bor. Semchkaning bunaqa priprava bor-ku. Shunaqa priprava bilan qovurilgani, bez pripravasi, tuzlisi, ozgina tuzligi. Mana karamel bular. Shirin-da bu. Shirin. Hech zamonda shirin semchka chaqib ko'rganmisizlar? Xitoyga kelsak chaqib ko'rdingizlar. Mana nimani urug'i bo'lishi mumkin? Bilmadim. Nimani urug'i bu? Semchka qilib chaqishga. Bu tomonlarimizda do'stlar, yana shirinliklar, marmelad, tabiiyki bunaqangi marmeladlar juda ko'p. Hamma joyda konfetchalar, kokosli
konfetchalar. Bundan biz O'zbekistonga ko'p olib borganmiz. Yaxshi ko'rishgandi, kokosli konfetchalar juda yaxshi ko'rib iste'mol qilishgandi. Bizdan ko'rib turgan bo'lsalar, sizlarning konfetinglarni shu yerdan olgandik. Keyingi borganimizda shu yerdan olib boramiz. Arzonroqda chunki. Arzon. Chupa-chups. Bunaqangi ko'rinishda. Xo'sh, davom etamiz do'stlar, davom etamiz. Mana shulardan ham biz O'zbekistonga narsalar olib ketamiz. Yuqorida aytganimdek, bunaqangi quritilgan o'rik, mazalari yaxshi. Biz yeb ko'rganmiz hammasidan deyarli. Har xil noklar, choy nimalari bular. Ko'ryapsizlarmi buni? Nok kesilgani, bambuk ozgina, jiydaga o'xshagan meva, anjir. Hammasini ozgina qilib, choyni nima qilish. Bitta choynaga damlab olib, bemalol 5-6 kishi ichib o'tirsa bo'ladi. Mana yaxshi bo'ladi. Limonligi, mayizlik, har xildan bor, har xil, xilma-xil. Son mingta kofelar, Asal pasta, vitaminlar bor. asallar, vitaminlar, vitaminli asallar. Hammasidan bor do'stlar. O'zimga oldim. Ko'pincha ichadiganim. Nima ekan bu? Asal, grapefruit. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Asal aralashtirilgan Ichida mayda qilib kesilgan fruit. meva, nima meva edi bu? Grapefruit bor. Ha, o'zbekchasini bilmaymiz. Apelsinni anaqasi. Apelsinga o'xshagan meva bor. To'g'ri. Xo'sh. Bu tomonimizda upakovka qilingan pishiriqlar, boya ko'rsatdim, adashmasam bu tomonimizda pishiriqlarimiz juda ko'p. Har xil bulchkalarimiz bor. Nima ekan? Taro degan meva bor-ku. Taro juda ham yaxshi ko'rishadi. Ichida ko'pincha taroli bo'ladi, keyin anaqa qo'shadi. Mosh qo'shadi. Mosh nima deydi? Mosh bilan moshmi shu? Mosh, yashil mosh. Yashil emas. Loviya. Grechkami? Yo'q, grechka qo'shmaydi-ku. Loviya. Loviyani yaxshi ko'rishadi. Meva anaqa shirinliklarni ichiga solishga. Loviyani ovqatlarni ham ichiga solishadi, shirinliklarni ham ichiga solishadi. Yaxshi deyishadi, bilmadim. Buni joyiga qo'yib qo'yamiz, yeysanmi? Men ham yemayman. Shu bilan do'konimiz tugagani yo'q do'stlar. Yana bir g'aroyib narsalardan birini ko'rsataman. Bizda turistlar uchun Laganda bodom, mayiz, o'rik nima qilishadi? Mana do'stlar, xitoycha varianti deydi-ku. Operansiz? Yo'q, katta jele. 2 yuan. 2 yuan, 3 yuan deyarli. 5000 so'mmi shunaqa do'stlar. 5000 so'm atrofida shuncha jele. Ichida mevalar qo'shgan. Mevalar bor. Apelsin Ko'ryapsizlar. Kokos va apelsinni aralashtirilgandagi holatidagi bir narsa. Bu tomonimiz bor do'stlar. Bu tomonimizda paketlarda shirinliklar, boya aytganimdek yana quritilgan nimadirlar, vaflilar bor, o'zimiznikiga o'xshagan. Yoshligimizda ko'p vafli yerdik. Katta bo'lib, juda bir vaflini ko'rsam ko'nglim ayniydigan bo'lib qo'ygan. Nimagadir mehmonlar kelsa dasturxonlarga vafli, shunaqa yer yong'oq narsalar qo'yib qo'yishardi. Oldin yoshligimizda shunaqa edi. Va mehmon ketgandan keyin olib shifonerga tiqib qo'yishardi tepaga. Hammada ham shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak. O'shancha vaflini ko'rsam ko'nglim aynib ketadigan odatim bor. Mana g'arg'il, ro'zvilari, sariqlari, vaflilari. Pechenyelar do'stlar, mana pankekmi nima deydi buni? Yaxshi. Video ko'rgandim. Hech narsani nomini bilmas ekansiz, aka? Ha, hech narsani bilmas ekansizda, nima qilib shuncha paytdan beri sizlar kerak. Endi do'stlar eslab qolmaydi odam. Eslab qolmaydi. Xotira uncha yaxshi emas. O'zi ko'p narsa miyada bor, o'shaning uchun sig'ishi qiyin hamma narsa ham. O'zimni maqtab qo'yapman. Ko'p tillarni bilaman, miyamda ko'p anaqalar bor, informatsiya ko'p. Aga yetib olmagan. Ha. Pechenye, mana bunaqa pechenye bor, sho'r pechenye. Sho'r emas? O'zbekistonga yoqsa kerak. O'zbekistonda menimcha juda bir populyarni bo'lardi bo'lganda agar. Balkim bordir ham, bizlar ko'rmagandirmiz. Piyozli, bunaqa qattiq pechenye. Ta'mi zo'r bor. Ichadigan narsalar juda ko'p. Ha, chanqib ketdi odam. Mana bundan bir boshlaymiz. Ichadigan narsalarimiz do'stlar. Bu do'konimizda ketdi mana. Sut.
kichkina korobkachalarda. Bu sutlar yong'oqli, soyali, qovunli ko'rib turibsizlar. Nokli. Sutni o'zi original bu. Toza ichadigan sut Xitoyda sal kamroq, qaysi mana kam emas endi. O'zlari shunday to'liqligicha ichmaydi. Sut icha olmaydi bular, laktozani ko'tarmaydi. Sut ichsa ichi ketib qoladi. Mana. Davom etamiz. Soklarimiz oddiy o'zimizda ham ko'p bunaqa narsalar. Mana shu narsa nima? Juda ko'p yosh bolalar ichib yuradi. Bizda yoshligimizda bunaqa narsa yerdik-ku. Chaqaloq rasmi bo'lardi. Gematogenmi? Shunaqa narsa bo'lardi. Ana foydali deb yerdikda. Buni ham foydali deb ichsa kerak. Ha, mana shu narsa mazasini ichib ko'rganman, yaxshi emas. Yoqmagan menga, lekin ota-onalar yosh bolalarga juda ko'p berishadi, tavsiya qilishadi, har xil holatlarda olib kelib mana ichib ol deb nima qilishadi. Shu gematogenmi shunaqa narsa bo'lardi yoshligimizda. O'shandan shunga o'xshagan narsasi bo'lsa kerak bu. Xitoycha varianti bo'lsa kerak-da shuni. Kofechalarimiz do'stlar, kokosni ko'ryapsizlar. Bu yoshgina qizchani bekarga qo'yib qo'yishmagan. Nima uchun qo'yib qo'yishgan bu rasmga? Ozdiradigan kokos suti. Oldiradigan kokos suti deb reklama qilishyapti. Rostdan ozdirar ekan, o'sha kun bir hafta ichdim. Odatdagidek anaqamizda 2-3 kilogramm tashlaganimni ko'rgandim. Aytishlaricha, kokosdan mana shundan har kuni bitta ichasiz. Mana shunaqa figura bo'lar ekansiz. Javnaqa figura. Ha, javnaqa bo'lmaydi, baribir. Yo'q, qanaqa anaqa bo'lsa, o'shandan tushadi-da. Ha, shunaqa. Yana xotinim shunaqa bo'lar ekan deb olib bermanglar bir tili. Sutlar, shirin sutlar, bunaqangi chaqaloqmas, yosh bolaning rasmchasi bor. Zo'r. Xilma-xil. Bu ham juda ko'p variantda. Bu nima ekan? O'tni rasmi, mana bunaqa chiyami degan narsa chiqib ketdi, adashmasam, bu ham oldiradigan. Chiyami, nima edi nomi? Chiya degan narsa mana qora qo'yib qo'yibdi. Yashil bo'lsa demak foydali, parhezli degan bir tushuncha xayol keladi deb o'ylashadi, lekin bu ham sovet paytidagi odamlar aytgandek, buning hammasi ximikat deydi-ku. Nima bu? Hech ko'rmaganmisan? Dabdala narsami? Bu ham ozdiradigan 100% bir balo ishlaydi deyapti. Chiya bilan har xil o'tlarni ezilgani. Xullas, o'sha marketing. Oldiramiz, zo'r qilamiz, mazza qilasiz. Tom polni ozdiradigan narsa ekan. Ha. Bu yosh qizlarni qo'yib qo'ysam, anaqa oldiradigan bo'lib ketaveradi o'ylasa kerak bular. Mana qaranglar. Olma bilan keyin nimadir sokka. Haqiqiy 100% deyapti. Olib ko'rmaymiz-a? Yo'q. Olib ko'rmaymiz. Mana ko'ngil tortmadi nimagadir. Do'stlar, to'ldirib ko'ngil tortadigan narsa bo'lgan. Ya, bu ham ko'ngil tortgani yo'q, lekin yeb ko'ramizda endi. Do'stlar, sutlarimiz, aytganimdek, yogurt yeyishadi. Har xil narsalarga aralashtirilgan. Toza yogurtni o'zi prosta kam, ancha aytganimdek, laktoza ko'tara olmaydi. Suvlarimiz o'zimizga o'xshagan xilma-xil. Bu tomonimiz yana shirinliklar, do'stlar, bunaqangi. Ko'rganmisizlar? O'xshashmi yo'qmi? Shirinlik, yosh bola yaxshi ko'radi. Portugalskiy shirinliklardan bu nima? Ichida bormi? Ichida yo'qmi? Ichida boshqa narsa, shokoladmi nimadir, o'shani mazasi bilan bo'lsa kerak. Do'stlar, bu tomonlarimizda o'sha jvachkalar, marmeladchalar, yana ham jvachka qanaqadir, saqich. Yo'q, taqishmas bu. Shimib yuradigan nuqayo. Shimib yuradigan konfet edi. Konfetchalar bo'ladi-ku. Siyarib tashlamoqchi bo'lganlar o'zicha nima qilib yuradi, mana tashlab yuradi og'ziga. Privichka qilib. Endi orbitlar o'zi Xitoy yozuvlarida do'stlar. Har xil 5 yuan, 8,5 yuan. 1 yuanimiz do'stlar 1800 so'm, 1700 so'm atrofida 1 yuan. Bu yog'ini o'zingizlar bemalol hisob-kitob qilasizlar. Lekin xilma-xillik bo'yicha bu do'kon realniy zo'r do'konlardan, chiroyli, ya'ni tushunarli. Mana shu pollarni ko'rsanglar, bularning emblemasi shunaqangi paketcha. Paket bor-ku o'zimizda. Xuddi o'shani olib, bunaqangi quyonni nimasini qo'yib qo'yishgan. Paketga xuddiki quyonni rasmini qilib, bittada
ko'zni tortadi. Yorqin do'konni ko'rsatdilar, chiroyli. Hamma mahallalarda har bitta burchaklarda shunaqangi ochib tashlashdi. Oxirgi 1 yil, 2 yilda juda ko'payib ketdi. Bekorga emas, narxlari juda zo'r. Do'konlarda 1 yuan, 1,5 yuan farq qiladi. Men hozir buni ham oldim. Arzonroq. Choy, 2 yuan oldim. limonli. Mana yaxshi. Ichimliklardan yana keladigan bo'lsak do'stlar. Alkogol bu. Alkogol. Mana o'zimiz. Yo'q, men ko'zimga anaqa как будто napitkadek ko'rindi. Do'stlar, alkogol 52 gradus. 52 yondiradi bu. Og'izga olov bilan etib yonib ketadi. Bizda odatda 40 gradus, 50-53 gradus. Zo'r. Bu yoqda pivolar bor. Xitoyda do'stlar alkogol masalasida sotish bo'yicha bizda alka marketlar bor alohida. Oddiy misol do'konlarga litsenziya olish kerak. Menimcha bularda Xitoyda litsenziya kerak emas. Sigaret sotish uchun, alkogol sotish uchun litsenziya keragi yo'q. Bemalol sotadi. Любой do'konga kirsangiz bor. Alohida emas. Choylar har xil nima? Sokka o'xshagan anaqalar, ichimliklar, nok, limon, pimon. Mana bu ichimligimiz qiziq. Buni ochganda hozir yopiq ichi, lekin pastdagi narsasini olib tashlaysiz. Qo'zichoqlar bo'ladi-ku, yangi tug'ilgan. O'shalarga onasi o'lib qolsa, baklashkada soska qilib berishadi-ku. Mana shu rangni uxlatadigan ekan. Qolgan ranglari anaqa energiya beradigan, shunaqa deyishdi. Mana bu rangiga qarab energiya beradi, uxlatadi, raslab. Anaqa nima? Raslableniya qiladi degan nimalar bo'lsa kerak. Ko'rish ma'noni uxlatadigan, uxlashdan oldin ichiladi bu yerda. Mazza qilib uxlaydi shunda. Ana do'stlar. Rostmi, yolg'onmi? Marketingda bu ham. Buni qilib ko'rasizlar, krishkalarni ochilib yopilishlar. Soska anaqa bo'ladi-ku, yuguradigan sportsmenlar bo'ladi. Mana shunaqangi krishka usti boshqacharoq. Mana bu larni krishkasi o'zimizga o'xshagan bo'lsa, buniki shunaqangi so'rib ichadigan narsa. Do'stlar, Red Bull ko'k qizil ko'rishga odatlanganmiz. Xitoyda Red Bull mana. Sariq. Unaqa original o'zimiznikiga o'xshaganlari ham bor, lekin import qilinadi adashmasam. Xitoyga aynan mana shunaqa. Xullas, choy poylarimiz shu do'stlar. Popkornni 1 yuandan kam. 8 yuanga 10 bitta beradi. 8 yuanga 10 bitta bersa, mensimda qaranglar. Объем upakovka masalasida juda ham yaxshi natijalarga erishishgan. Upakovka, maydalik, dostupnost deydi ruschasiga. Hamma xohlagan odam ozgina pulingiz bo'lsa ham 4-5 ta narsa olib ketsangiz, kam pul bo'ladi. Zato mazza qilib yeysiz, ichasiz. Shunaqa. Nima bu? O'zimizda maktablarda sotardik-ku. Nima? Semchkani nimasi, mana bu. Sedanani nimasi? Upakovka qilingani maktablarda sotardi oldin. Hozir ham bo'lsa kerak. Yaxshi narsa. Aytishlaricha. Mana bu chak-chakimiz do'stlar, o'zimizni chak-chak. Men Xitoyga birinchi marta yeganimda u chak-chak bor ekan. Chak-chak. Ta'mi boshqacharoq. G'alati. O'zlarining chak-chaki bilan. Shu pechenyelar oddiy. Bizlar bambuk oldingmi? Bambuk olmadik. Do'stlar, bu do'konimizda bambuk sotiladi, bambuk. Qani edi? Oldin mana shu yerda bo'lardi. O'zimizdan pandalarni ko'rganmiz, bambuk yeb turganini. Xuddi shunga o'xshagan bambuk sotiladi. Hozir top olsak agar olamizda yeb ko'ramiz. Hali yeb ko'rmaganmiz bambuk. Mana do'stlar. Ovqat ichida yeb ko'rganmiz. Yo'q, ovqat ichida yeb ko'rganmiz, o'zimizda olib yeb ko'rmaganmiz. Ovqatlarga ham solinadi. Bambukka mazasini bilmoqchi bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Qani? Do'kon yetarlicha katta. O'zingizga kerakli hamma narsani topsangiz bo'ladi.
kirib kelaverishimizda shunaqangi nimalar, marojnilarimiz bor. Marojnilar ham xilma-xil do'stlar. Magnum, mashhur marojnilardan. Jo'xorli marojni ko'rganmisizlar hech? Jo'xorli. Jo'xorli marojni ko'rmagansizlar menimcha. Har xil turlari, konus o'zimizniki. Ko'p konus degan marojnilar turi. Boyagi bolachani marojni varianti. Do'stlar, moshli marojni yeganmisizlar? Moshli ham marojni bo'ladimi? Bo'ladi do'stlar. Nega bo'lmaydi? Jo'xorniki bo'lgan moshga bo'lmaydimi? Mana shu yerda kassamizni ko'rib turibsizlar. Kassa. Bunaqa kilasini o'lchaydigan nimamiz bor. Har bitta narsani solib, kilaga knopkasini bitta bosadi, kilasiga o'lchab, hisoblab ketaveradi. Yetarlicha tez bo'ladi. Bir xilada bitta-ikkita o'chirib bo'lib qoladi bu joylarimizda, lekin tez, ancha tez. Xitoyda hamma narsa tez o'zi. Tez bo'ladi. Do'stlar, hozir narsamizni qo'yamiz, pulini to'laymizda uyimizga borib bitta ochib ko'ramiz. Videomiz ozgina cho'zilib ketadi do'stlar. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Uyga borib raspakovka qilib, yeb mazasini yetib ko'ramiz sizlarga. Qanaqa bo'larkan. Mana do'stlar, uyimizga ham kelib oldik. Ana endi buni hammasini raspakovka qilamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi qaychini ham zo'rdan olganmiz. Paketimizdagi hamma narsani shu yerga to'kamiz. Voh. Do'stlar, bugun narx haqida gaplashmaymiz. Bu narsalarimizni hammasi O'zbekistonniki bilan teng bo'lsa, teng narxi yoki past. Shu narsaga kelishdik. Narxlar past, O'zbekistonnikidan ancha. Bunisiga garantiya. Qaychimizni olamiz. Nimadan boshlaymiz? Birinchi unda chipslarimizdan boshlay qolamiz. Qani? Men yaxshi yo'lni bilardim chips ochishda. Mayli. Do'stlar, bu bodringli chips. Olchi. Yaqin kunlarda qovoq, uzum, shunaqa chipslar chiqib ketsa ham hayron qolmasliginglar bo'ladi. Hidini qarang, birinchi hidi ko'rib. Fasli hidi bor-ku. Qanaqadir bodringga o'xshamaydi. O'xshamaydi, lekin bodring terisi bor-ku. Terisini yeganda boshqa ta'm, ichini yeganda boshqa ta'm-ku, terisini ta'mi, ha? Ta'm terisiniga. Bodring terisini ta'mi miyatasi bor ozgina. Men og'zimni ozgina o'rbit chaynaganga o'xshagan qilib nima qilib qo'ydim. Shundan ham fresh deyshadi-da. To'g'ri. Bu gap rost ekan. Oldin ham yeb ko'rganman. Anchadan beri yemaganim uchun ta'mi esdan chiqib qoldi. Keyingi narsamiz. Bu nima? Popkornni shokoladligimidi? To'g'rimi? Sen aytganga o'xshab. Обычный anaqa emas. Bu soft popcorn deydi, yumshoq popcorn bo'lar ekan. Anaqa nima? Kukuruzga o'xshaganda. Shunaqa narsami? Ochib ko'ramiz. Mana yo'li. Ha, unaqa yo'l bormidi? Qani u yo'l? Qani? Ko'rding, do'stlar, qisqa yo'llar bor-da, biz bilmaymiz shu narsalarni. Ana. Buni ochdim, buni ochilib qolar ekan. Qaranglar. Kino ko'rib, yeb yotishga yaxshi. Shokoladni hidi birdaniga. Kukuruz bu. Faqat kukuruzda soft anaqa ekan. Butter, saryog'i ta'mi. Keyin dengiz tuzi. Dengiz tuzi, anu ertalab nonga surtib yeymiz, saryog'. O'shani ta'mi bor ekan. Mana bunda. Xuddi o'shani ta'mi. Qaranglar rasmini ham. Qiziq, mana bu shokolad yeb ko'rding? Qani? Yeb qo'y sevgilim. Qarasizlar endi. Sevgilim, meni kechir. Ikkita berdim. Menga shokoladli yoqdi. Shokoladli yaxshi. Bu xuddi shokoladli nonni yumshog'imi, pechenyami, shunaqa aralash hammasi. Mazasi zo'r. Mazasi yaxshi. Yeyishga arziydigan narsalar. Dengiz o'timi shunaqa narsa Xitoylar juda yaxshi ko'radi. Bu narsani biza birinchi yillar kelganimizda nima ekan bu, nimaga buni yaxshi ko'rib yeyishadi deb sassiq bo'ladi. Sassiq bo'lardi. Hozir ochib ko'ramiz. Anchadan beri voy, bittada urdi hidi. Oh. Sizlar bunaqa. Yo, bu boshqa anaqa. Bu do'stlar, mana bu yashil turgan narsa alohida ham sotiladi.
Bu kukuruzli, shuni mazasili kukuruz. Yeb Yana ko'rchi. ko'krak bor. Lekin meni qo'llarimni yeb ko'rgin, balkim shirinroq bo'lar. Обычно qanaqadir ko'krus. O'ylaganimchalik yomon emas, ha? O'ylaganimchalik yomon emas. Men ham yeganman shunga o'xshagan narsa. Nimadir eslatyapti. Unaqa mana shuni yegim kelyapti, shundan olaylik deydigan narsa emas bu. Yosh bolalar aytmasa. Xitoylarning o'zi uchun ta'mi zo'r bo'ladi bu narsaning, lekin bizlar uchun emas. Xo'sh. Yaxshi anaqalardan biri, bizni sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalardan biri do'stlar. Bu bambuk. Bambuk, panda yeydigan bambuk bor-ku, xuddi shuni yoshlik paytidagisi, daraxt bo'lib ketmaganda, kichkina nihol bo'lib o'sgandagi davrdagi bambuka bu. Ko'rinishdan ham, nimasidan ham shunaqa. Endi buni mahsulot yechadigan joyi ham bor ekan. Va shunaqa joylarga Xitoy qoyil qolsa bo'ladi, qulayda hamma narsa baribir. Qani? Hididan sho'rbodring salyonniy narsa ko'ryapsizlar, nima dudlangandir. Dudlangandirmidi? Yo'q, dudlangan anaqa kapchonni, ha? Bu salyonniy xullas. Sho'rlangan bu. Qarata mazasi. Nima? Bu sho'rbodring bor-ku, o'shani ochganingizdan keyin bir hafta qolib ketganini ta'mi. Kapusta nima deydi? Bolgar bor. No. Shirin bolgarda dudlangan, aynigan shunaqa ta'm. Sal achchiqroq, qalampirroq qo'shganmi deyman. Achib ketdi ozgina. Sassiq ekan. Voy qalampir turibdi katta bo'lib. Qalampir ham bor ekan. Aytdim o'zi nimaga achchiq ekan bu deb. Qalampir ham bor ekanda. Ular konservalangan bodring, kapusta, bolgarskini bunda fresh qilib hammasini bitta qilib yeb ko'rsanglar, menimcha shunaqa ta'm kelsa kerak. Bambukda endi pandalar mazza qilib yeydi. Biz panda emasmiz-ku. Shunaqa. Buni baliq sho'rva bor, biz zakaz qilamiz bir-bir. Baliq sho'rvani ichiga qo'shib berishadi. O'shanda ta'mi boshqacha zo'r bo'ladi. Biz yeganmiz bundan, lekin alohida buni hozir olib yeb ko'ramiz. O'sha ta'mni nimasini berayotgani yo'q. Boshqacha rosa. Keyingi narsamiz do'stlar. Anaqa g'ozmi, turnami? G'oz o'rdagi. G'ozmi, anaqa o'rdakkimi, turnanimi, laylakkimi, bo'yni bu. Uzunligini ko'ryapsizlarmi? Nayno deb ustimdan kulishardi yoshligimda bolalar. Bo'yim uzun bo'lgani uchun. Mani ham. Sani ham? O'zim mamlaqa qilib tutardim bo'yim uzunligini. Uyalarmiding? Uyalardim. Do'stlar, paket ichida yana bitta paket. Bo'yinni ko'rib turibsizlar. Bu quritilgan bo'yin. Juda katta ehtimol bilan. Xo'sh. Hidi yomon emas. Men o'zim birinchi yeb ko'raman. Xitoy hidi. Xitoy tovuqlari shunaqa hidi chiqadi. Siz Saniyada yerdingiz-ku shunaqa? Ha. O'xshash, faqat quruqroq. Masalada ham yoqmas bu. Do'stlar, Xitoyda do'konlar bor. Alohida tovuqi, qanotchasi, oyog'i, bo'yni, har xil noodatiy joylar bo'ladi-ku. Jigari, oshqozoni, o'shalarni juda katta ziravorlar bilan aralashtirib, yog'ida pishirilib, boshqacha usulda pishiriladi. Xuddi shunaqa alohida do'konlar bor, sotadigan. Mayda-chudalar nima filesi, oyog'larini sotmaydi, aynan shunaqa mayda-chuda jigar-pigarlarni sotadigan. Shu o'rdaklari shunaqa joy bor. Xuddi o'shani do'konlarga tarqatilgan varianti bu. Mazasi quritilgan go'sht oddiy. Yomon emas. Yesa bo'ladi, lekin shuni yeyman deb turib oladigan narsa ham emas bu. Yomon emas. O'rtacha maza. O'rdak ekan. O'rdak bo'yni shuncha uzunmi? Dark flour. Shu bo'lish kerak-da. Qora o'rdak go'shti. Qora o'rdak bor ekan. Qora o'rdak do'stlar. Bunda ham achchiq qalampir rasmi turibdi. Ziravorlar va hokazo. Ana O'zbekistonda shu savr deb bir maqtashuvdi-ku, quritilgan go'sht uzuncha tayoq. Shunga o'xshagan, faqat haqiqiy bo'yinda. Keyingi narsalarimizdan biri popkornimizni yeb ko'ramizmi?
Shart emas menimcha. Do'stlar, oddiy popkorn shunchaki oldik. Miysimmi shunaqa turardi. Uni yeb yotmaymiz. Do'stlar, lichi. Lichimiz quritilgan, lichi degan meva bor. Juda ham zo'r mevalardan. Agar ko'rib qolsanglar, Обязательно olib ko'ringlar. olib ko'ringlar, yeb ko'ringlar. Men O'zbekistonda juda qimmat deb eshitdim. Lichi mevasini ancha qimmat edi. Bizda sal arzonroq. Sal 2 kilogramdan 500 qanchadir ming dedi. Bizda ancha arzon xolos. O'shani mana quritib ham qo'yishibdi-da chunki. Ochib ko'ramiz. Lichini biz ko'p yeymiz, yeganmiz. O'zi lechimi bu? Lechiga o'xshash bitta meva bor, shunga o'xshamayapti u. Bilasizmi, qizil. Lechida oqku. Tim bo'lib bu terisi bilanmi? Ichida donagi bilan ekan. Donagili nimadir? Ya'ni qanaqangidir. Yana bilmadim nima. Donagi bor xolos, usti o'sha nima? Uni nomini keyin top. O'rik qoqiga o'xshagan, lekin o'rik emas-da. Ham sho'rtami bor? Ham shirin. Yoqmadi menga bu narsa. Qattiq ekan juda. Juda qattiq. Lechi emas bu. Asl keyin nomi. Boya o'rikka o'xshatayotgan mevalarımizdan biri. Qanaqangidir olmaga ham o'xshab ketadi, o'rikka ham o'xshab ketadi. Ko'k sulton deylarmi? Ko'k sultonmi, yashil sultonmi? Bu dudlangan bu. Oho. Ovozini eshitdingmi? Do'stlar, bu meva dovchiga o'xshab ketadigan meva, lekin bu haqiqiy qanaqadir nomi bor, alohida meva bu. Bu o'rik emas, bu ko'k sulton, yashil sulton unaqa narsa emas. Yoqimsiz meva ekan. Menga yoqdi. Yo'q, Unaqa yoqmadi. Bu ana kompot bor-ku, olcha, o'rik, gilos qilinadi-ku do'stlar, qishda o'zimizda. O'shani qishdan keyin ichganingizdan keyin qolib ketadi olcha nimalari. Xuddi o'sha mazasi qaysidir mana shunaqa, lekin qattig'i shuni. Pishmay qolganida, xolos. Yosh nimasida. Mazasiga yetdim. Mana qanchadan chiqqan narsa. Mana shuni ta'minda. Wow deydigan narsa emas bu. Jad Abdulla ham deyolmayman. Normal. Men yemayman. Tovuq oyog'ini yeganmisan? Panjalarini? O'zlar, tovuq panjasi hech qachon yemaganmisan? Yo'q. Men tovuq panjasini yeganman yoshligimda. Kichkina paytimizda Chirchiqda xolam yashaydi. Chirchiq degan shaharda. O'sha yerda xolam bir kun bozorga borganmiz. Xolam bilan bir paket, bunaqa katta paketda tovuq shunaqa panjalarini olganmiz sotib olib. Oyog'ini. Xaridis qilgansizlarmi keyin? Mana o'shanda xaladis qilganmiz, ha. Ertalabmi olib kelgandi, kech payt qarasam xaladis qilib qo'yibdi xolam. Ye deganman, birinchi marta ko'ryapman-da. Tovuq oyog'idan xaladis. Ya'ni boshqa qo'shimcha sigir oyog'i yo'q, faqat tovuq oyog'idan. Yeb ko'rganman. Boshida yeganman, sal g'alati bo'lganman, yana ozgina yedim. Qarasam o'rganib qoldi, yeb qarasam zo'r ekan. O'sha paytda birinchi marta yeganman. Tovuq oyog'ini. Endi bu tovuq oyog'i juda bir Mana bunaqasiga chiqib ketdi. hidi nima emas, sho'rvani hidi. Ziravorlarga boyitilgan tovuq oyog'i, ozgina tirnog'i ham chiqib turibdi, ko'rib turibsizlar. Manikyur qilib olaman deganlarga mana shunaqa bir namuna bo'ladi. Manikyur o'rganmoqchimisiz? Tovuq oyog'ini oling dedingmi? Tovuq oyog'idan boshqa. Yeb ko'rsamsan? Sizinch. Mana ochroq rangida olgandingiz-ku. Sal go'shtli. Bu achchiq ekan. Kommentlarda yozishgandi, tovuq oyog'i kollagen degan narsa ekan. Kollagen nimaligini bilmayman, lekin foydaliga o'xshab eshitiladi. Yeb ko'rchi. Teri faqat. Faqat terisi va shu tovuq oddiy terisiga o'xshagan, sal qattiqroq faqat. Unaqa tovuq oyog'i yomon narsa degan narsa yo'q. Yesa bo'ladi. Menimcha. Men ko'p joylarda ishlagan bo'lsam, hamma yerda tovuq oyog'i bilan snack qilishardi. Nima deydi? Juda yaxshi ko'rishadi. Xitoyliklar juda yaxshi ko'radi tovuq oyog'ini. Hamma joyda yeyishga harakat qilishadi. Bizga yoqmaydi desak, qanaqasiga tovuq oyog'i yoqmaydimi deydi. Xuddi ana shashlik yoqmaydimi senga degandek gapda. Xitoyliklar uchun. Bu ma'noda.
Men birisini yeb ko'rasanmi, ikkinchisini? Qalampirligi do'stlar, qalampirlar bilan solyonniy qalampir, nima? Dudlanmagan. Xullas, sho'rbodringi tovuq oyoq varianti. Qo'l bilan ochlik bo'lar ekan. Xuddi boyagi nimani hidi. Mana buni hidi. Hidi, lekin menga yoqmay turibdi. Men buni hidi sho'rvani hidi kelyapti. Qamam hidlech. Nima sassiq hid. Sassiq hidi, yeb yotmaymiz. Yeb yotmaymiz do'stlar. G'alati hid. Chunki bu narsalar do'stlar 6 oylab, 3 oylab, yillab ham turishi mumkin. Upakovkasi yaxshi qilingan, o'shaning uchun bo'lmaydi. Sog'liqqa foydali emas bu. Bekarga arzon emas. Hozirgi kunlarda mashhur bo'lib ulgurgan nomi nima edi buni? Spicy stick. Achchiq tayoqchalar xullas. Buni aytishim bo'yicha xamirdan qilinadi. Xamirni achitib qo'yadimi, keyin qalampirga tashib qo'yadimi? Mana shu O'zbekistonda ko'paygan ekan. Mana shu anaqasi Latiao degan anaqasi firmasi. Mana shu firma O'zbekistonda ko'payib qoldi. Kimgadir yoqar, kimgadir yoqmas. Xitoyda anchadan beri bor bu narsa. Achchiq bo'ladi. Buncha achchiq emasligidan. Achchiq deganda shirin achchiq bo'ladi, yoqimli achchiq bo'ladi. Yegan sari ishtahangiz ochiladimi, mazza qilib yeganingiz sari yeganingiz kelaveradi deganga o'xshagan gap. Normal. Mana bu yoqimsiz narsalarni yegandan keyin bu ancha yaxshi. Ancha yaxshi. Shunaqa do'stlar. Yaxshi narsani oxiriga olib qo'yardi-yu. Yoshligimizda sho'rva bo'lsa, sho'rva kartoshka sabzilarni hammasiga oxirida go'sht olib qo'yardik-da. Go'sht olib, chaynab yurardik. Xuddi shu narsani Beki degan anaqa tanishim ham aytganda, Xitoyda ham bor ekan. Sizda ham shunaqami deb so'ragandi. Bizda shunaqa. Xitoyda ham shunaqa ekan. Kartoshkani sabzini yeymiz, sho'rvasini jamizda, oxirida go'sht olib qo'yib, og'zimizga solib chaynab yuramiz 2 soatlab. Yoshligimizda shunaqa qilardik. Mazasini tushuntira oldik deb o'ylayman. Shirinroq achchiq, ya'ni mazali achchiq, yog'li, xamirdan qilingan achchiq tayoqchalar. Latiao. Yomon narsa emas. Bu sen o'zim ichaman degan narsalaringdan. Ikkalamizga oldim. O'zim o'ylamayman-ku. Yo'q. Sen meni o'ylaysanmi, sevgilim? Qachon faqat o'zimni o'yladim. Faqat ikkalamiz o'ylayman-ku. To'g'ri-da. Do'stlar, mana buni men ochkim kelayotgani yo'q, nimagadir. Bu tuxum Xitoyda shunaqa 100 yillikmi, 1000 yillik degan tuxum nom shunaqa nimasi bor. Buni tayyorlashi ham juda bir antiqa. Tuxumni pishirib, tuxumini pishirib ko'chaga qo'yib qo'yisharmidi? Bir oylabmi turadi. Aynib, sasib, bir narsa bo'lib choyga qaynatishadimi, yana dimlab qo'yiladimi? Xullas ancha vaqt turadi-da. U voy shunaqangi ko'rinishga keladi, ko'ngil ayniydigan. Biz uchun shunaqa. Xitoylar uchun wow deydi-da, xuddi tandir 12 soat tandirda pishgan go'sht degandek gapda, 12 soat tuxumni shunaqa pishiribsizlar-ku degandek bo'lib. Hotpot qilishadi. Hotpot narsasini olganingizdan keyin o'zi yeyishingiz uchun qo'yiladi-yu. Mana bundan 3 ta 4 ta olib, har xil pripravalar bilan solib, ezib, ustidan qo'yib, sous taqlashadi. Qilib mazza qilib keyin. Ochib ko'ramiz endi. Salvetkalar taqlab qo'ying. Agar nima qilsa tashlab yuboramiz. Tuxum do'stlar. Hech zamonda tuxum 3 oy, 6 oylab turishi mumkinmi? Srogodnikda shunaqada. Hozircha hidi yo'q menimcha. Chiqib kelishi. Tuxum oqi. Jigarrang bo'lib ketgan shu. Siz ayting, qanaqaligini. Mana achchiq yegandan keyin ta'm sezmayman, rostdan. Plastik yeganda. Realniy plastik. Sovetskiy aytganda, ximikat buning hammasi deydi-ku. Tovuq ximikat ukol qilib boqilgan, o'shandan tuxum tug'ilgan. O'sha tuxumni amallab bir narsalar qilib, xullas plastik tashishganda, realniy. Bunda bossangiz ham yorilmaydi. Yorildimi? Ichini ko'ryapsizlar do'stlar. Sarig'i bor. Buni yeyish sog'liq uchun zarar, bizlarga teng bo'ldi. Biz o'rganmagan bo'lganimiz uchun. Biz o'rganmaganmiz bunaqa narsa yeb. Yoshligidan yeb kelganlar bo'lsa, Xitoylar yoshligidan yeb keladi, o'shaning uchun ularga zarar emas uncha. Bizlarga bilib bo'lmaydi. Ta'mi unaqa
bir plastik qanaqadir sun'iy narsada shunda sezilyaptimi bilmayman. Shunaqa. O'zimizda tabiiy mahsulotlar deb aytishadi ko'pchilik. Yo'q, o'zimizda tabiiy emas, hammasi ukol-bukolda qilinadi. Bizda ham daraxtlarga ham dorilar sepiladi, yetarlicha mevalari ham o'zimizda ximikat bosgan do'stlar. Hozir unaqa zamon emas. O'zingizni bog'ingizdan olib yemasangiz foydasi yo'q. Chesnogimiz. Chesnok. Boyagi anaqa o't anaqasiga O't o'lan bilan qo'shilgan chesnok bir narsasi. tarjima qilib ko'raymi? Tarjima qilib ko'rchi? Biz hamma hierografiya ham o'qiy olmaymiz do'stlar, o'shaning uchun bir tarjima qilib ko'rishga to'g'ri keladi. Men ochveraman buni. Ha, ma. Bunda boyagi ham tofumi, o'shani yeb ko'ramiz ungacha. Bu ham tofu emas edi. Bu ham tofu emas, lekin qattiq nima ekan bu? Mijg'lanib ketganda anaqasi ham, hierografiya ham o'qib bo'lmaydi. Rasmga oldingmi? O'tir ol. Qani. Chesnokcha kel, chesnokcha. Priprava solingan chesnokli noodle deyapti. Noodle ma bu mentiao bor. Xamir. Ha, xamir. Nima bor? Lagmon. Lagmon xamir. Hididan pripravani hidi yana. Chesnok borligi shunda bilinib turibdi, lekin qora rang bilmadim. Bu xamirgami yoki bir o't o'langa qanaqangidir o't o'langa chesnokni maksimal darajada aralashtirishgan. Cho'dinchoq yana. Jele. Masu jvachkami? Mana bu latyaga o'xshab ketadi, mana bunga o'xshab ketadigan. Mana bu narsamiz. Juda achchiq. Yeb ko'rasizmi algina? Algina, nima ko'ring. Ha. Achchiq do'stlar, bu narsani yeb yotmanglar. Bu katta qozonda sho'rva qaynab turgan bo'lsa, o'shani bitta tashlab yuborsangiz, menimcha juda foydali bo'ladi, ya'ni. U shuning uchunmi deyman bu? O'zi shuning uchun menimcha. O'zi normal bo'ladi-da, priprava xullas bu. Tofuga bor. Tofumi? Tofuda skin. Aytdimmi? Amir hidlab bilaman tofuligini. Tofu degan narsa bor do'stlar, soyadan qilinadi. Soyadan qilinadi. Men yomon ko'raman. Ko'p kimdirlar yaxshi ko'radi tofuni. O'zimizda o'zbeklar ham yoki nimalar ham bor edi. Xitoycha cheese deydi. Ha, Xitoyda tofuni yeydiganlar ko'p. Go'shtni o'rniga ko'p joylarda tofu nima qilishadi? Sen yeb ko'r birinchi. Kasal bo'lib qolmasang kelma yeyman. Hazırlashyapman sevgilim. Hozir kamera o'chadi-yu. Kamera o'chganda kalta yeyman. Ko'rdinglar sizlar uchun men ne qurbonliklarga boryapman. O'ldiradi meni. Kartoshkaga o'xshaydimi, bilmadim. Yaxshi narsa emas, tofu. Kartoshkani xuddi bir pishmay qolgani bo'ladi-ku, g'irch qiladigan. Xuddi o'shanga o'xshaganroq, lekin Quruq tofuga. Tofuda quruq. G'alati. G'alati. Bo'lmabdi. Nimamiz qoldi yana? Buni yedik. Do'stlar, olmamiz paketchada. Rasmi turibdi, olmada bu nima bo'lishi mumkin yana? Olma qoqi. O'zimizda bunaqa dasturxonga o'xshagan yoyib qo'yiladi-ku, o'sha paytlarda olmani kesib quyoshga quritib qo'yiladi, keyin kompot qilibmi, nimadir qilib ichiladi. Xuddi shunga o'xshagan olma. Bir xil o'zimizniki bilan. Yaxshi ekan. Bo'ldi do'stlar. Mana bu choy damlab ichiladi. Mazasi yaxshi, asallik. Shu bilan do'stlar, shu ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu ko'rsatuvimiz narx-navo haqida emas edi. Shunaqangi g'alati narsalar borligi haqida edi do'stlar. Sizlar bilan tanishganimizdan xursandmiz. Bizlarni kuzatib borganinglar uchun rahmat. Shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Bu kanalni rivojlanishiga anchagina yordam bo'lardi. Sizlar bilan keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling deb qolamiz. Kamina Kamtar Muzaffar, turmush o'rtog'im Lida. Bizning oilaviy vlogga xush kelibsiz. Xayr.